Do'stlar, juda asabim buzilyapti. Buni gapirmasam bo'lmaydi. Boya ko'chada bir holatga guvoh bo'ldim. Bir ayol erini shu darajada jerkiyapti, unga yomon so'zlarni gapiryapti. Bir 50 yosh nari beri ayol erkak. Ana u erkak endi indamasdan xuddi uni bolasiday orqasidan ketyapti. Endi men o'yladim, u katta ko'chada shunaqa qilayotgan bo'lsa, uyda nima qiladi? Nahotki biz erkaklar shunchalik savlatimizni, salobatimizni ayollarga berib qo'ydikmi? Ayollardan tom ma'noda qo'rqadigan bo'ldikmi? Ayollarni boshimizga chiqaradigan bo'ldikmi? Asabim buzilyapti hozir bu holatni ko'rib. Hurmatli erkaklar, ayolni seving, ayolga muhabbat bering, ayolni ardoqlang. U ojiza, u mo'jiza, lekin sizga rahbarlik qilishiga, sizni ustingizga chiqishiga qo'ymang. Yana takror aytaman buni. Oldin ham ko'p gapirganman. Sahobalar aytishgan, ayollaringizga qarshilik qilib turing, oilangizdan toki baraka ketmasin deya. Qanday hazm qilish mumkin buni?